Stentlash operatsiyasi bu nima? Mening ismim Berdiqul To'rayev, kardioxirurgman. Hozirgi vaqtda juda ham rusum bo'lgan stentlash amaliyoti haqida batafsil tushuntiraman. Ko'pchilik yangi chiqqan stentlash operatsiyasi deb aytishadi, holbuki Amerikada bundan 50 yil oldin stentlash amaliyotlari tadqiqotlari boshlangan. 1986-yil amerikalik radiolog Charles Dottin tomonidan birinchi marta yurak arteriyalariga stentlash amaliyoti bajarilgan. 1993-yilga kelib ilmiy tarafdan isbotlangan. Shundan beri 400 dan ortiq yangi stentlash amaliyotlari bajarilgan, kashf qilingan. Hozir biz siz bilan gaplashayotgan vaqtda ham dunyoni qaysidir burchagida yangi ixtirolar bo'lishi tabiiy. Inson organizmida deyarli hamma tomirlarda stentlash amaliyotini bajarish mumkin. Eng asosiy kasallik bu ateroskleroz, ya'ni tomir ichida xolesterin bilakchalari tufayli qon tomir o'tkazuvchanligi buzilib, qon aylanishini tiklash maqsadida stentlash operatsiyasi amalga oshiriladi. Yurakda, uyqu arteriyalarida, bosh miyada, oyoq qo'l tomirlarida, o'smalarda, ginekologik, urologik, umumiy xirurgiya, kardiologiya, umuman juda ham ko'p sohalarda stentlash amaliyotlari hozirgi vaqtda bajarilmoqda. Xo'p, stentlash amaliyoti qanday bajariladi? Birinchi navbatda diagnostika o'tkaziladi. Agar yurak qon tomirlarini tekshirish bo'lsa, bu koronarografiya deyiladi. Yurak qon tomirlari koronar qon tomirlari deyiladi. Shuning uchun koronarografiya tekshiruvi deb aytiladi. Koronarografiya amaliyotida yurak tomirlarida torayishlar, yopilishlar aniqlansa, ushbu koronar qon tomirlarini stentlash amaliyoti bajariladi. Bu uchun bilak yoki son arteriyalarda kateter yordamida kirib, o'sha yurakning ma'lum bir qismida, ma'lum bir tomirlarda stent qo'yiladi. Ko'pincha bilak arteriyasidan hozirgi vaqtda foydalanishadi va bilish kerakki, stent bu metal prujina, har xil metallardan tashkil topgan. Shunaqa metallarki, organizm yot jism sifatida qarshi kurashmasligi kerak. Butun umr shu stent bilan yashashi kerak bemor. Hozirgi vaqtda juda ham ko'p firmalar bor, stent ishlab chiqaradigan va har bir firma, har bir stentlar raqobatdosh bo'lishi uchun ko'p vaqt xizmat qiladigan yangi stentlar joriy qilinmoqda va eng asosiysi dori bilan qoplangan, ya'ni sitostatiklar deyiladi, yangi turdagi stentlar joriy qilinmoqda. Umuman stentlash amaliyotidan keyin bemor stentni his qilmaydi. U tomirda ichida bo'ladi. Katta tezlikdagi qon oqishiga qaramasdan stent organizmga, insonga hech qanaqangi xalaqit qilmaydi. Aksincha, stentlash amaliyotdan oldin bemorda holsizlik, charchash, hansirash, og'riq kuzatilgan bo'lsa, operatsiyadan keyin ushbu shikoyatlar yo'qolgan bo'lsa, demak, ushbu amaliyot qoniqarli bajarilgan deb hisoblanadi. Stentlash operatsiyasidan keyin bemorlar ko'pincha klinikada bir kun yotishadi. Operatsiya vaqti bemorning hushi o'zida bo'ladi, narkozsiz amalga oshiriladi. Mahalliy og'riqsizlantirish ishtirokida ushbu amaliyot bajariladi. Nafaqat yurak, koronar qon tomirlarini stentlash, balki uyqu sonniy arteriyalarni, periferik oyoqdagi qon tomirlarini, ginekologiyada embolizatsiya miomi matki, urologiyada varikatsiyali kasalligida, onkologiyada, neyroxirurgiya, qon tomir xirurgiyasida, bruchnoy aorta anevrizmasida, umuman qon tomir anevrizmalarida, umumiy xirurgiyada, jigar kasalliklarida juda ham keng qo'llanilmoqda. Hozirgi vaqtda buni chegarasi yo'q, har kuni yangi tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Umuman kelajak ushbu sohada keyinchalik yangi dori bilan qoplangan stentlar yaratilib, ochiq xirurgiyani, ochiq kardioxirurgiyani yaxshi ma'noda siqib chiqarmoqda. Albatta kelajak ushbu sohada.
Stentlash amaliyotidan oldin bemorni to'liq tekshiriladi, ya'ni analizlar olinadi. Infeksiyaga, mochevina, kreatinin, EKG, ekokardiografiya, bemorni shikoyatlari, anamnez o'rganiladi va stentlash amaliyotidan keyin bemorga ma'lum bir dori vositalari yozib beriladi. Qaysidir dorilar butun umrga, qaysilari vaqtinchaga va eng asosiysi yod preparatlariga allergiyasi borligi so'raladi. Chunki operatsiya vaqti rentgen apparatda ko'rinish uchun qon tomirlarini harakati kontrast modda, ya'ni yod saqlovchi kontrast modda yuboriladi. Umuman operatsiya og'riqsiz, operatsiya juda ham katta effektga ega. Lekin shu bilan bir qatorda aytib o'tmoqchimanki, hozirgi vaqtda O'zbekistonda hamma viloyatda bor. Toshkentning o'zida 15-20 ta klinikada bor. O'rta Osiyo davlatlarida ham hamma joylarda ushbu amaliyot amalga oshiriladi. Stentlash operatsiyasi koronarografiya tekshiruvidan keyin qilinadi. Koronarografiya tekshiruvsiz stentlash operatsiyasi bajarilmaydi. Nima uchun buni aytyapman? Ko'pchilik bemorlar mana shifokorim aytdi, stent qo'yish kerak deb aytishadi. Menga stent qo'yish kerak, nechi pul stent, nechi pul, sizlarda qancha deb so'rashadi. O'rtoqlar, bu bozor emas. Bu kiyimni narxi emas. Bu stent koronarografiya tekshiruvidan keyin aniq bo'ladi. Mumkin sizga stent kerak emasdir. Mumkin toza chiqishi mumkin koronar qon tomirlaringiz. Mumkin bu yerga stent emas, aynan ochiq operatsiya kerakdir. Bilasizlarmi, butun dunyoda rivojlangan davlatlarda rekomendatsiyalar bor, aynan tartib qoida bilan ishlashadi. Bemorni qo'rqitish kerak emas. Sizlar ham qo'rqishlaringiz kerak emas ochiq operatsiyadan yoki stentlashdan. Ko'rsatma bo'lganda albatta stentlash amaliyoti, lekin ko'rsatma bo'lganda ochiq operatsiya bemorga taklif qilinib, nima uchun? Qaysi operatsiya bemorga ko'p yil xizmat qiladi, ko'proq foydasi keltiradi. Ushbu ma'lumotlar tarozga solinib, bemorga hech narsani yashirmasdan to'liq ma'lumot berilishi kerak. Aytilishi kerak, mana Amerikada, Yevropada, Yaponiyada, Avstraliyada, Germaniyada shunaqa qilinadi. Agar siz sifatli kardioxirurgik yordamni olish niyatingiz bo'lsa, mana shu ko'rsatmalar bizning maslahatimiz shu deb aytiladi. Va shu o'rinda endi birato'la hozir stentlash haqida mavzu ketayotganda ham ochiq operatsiyani aytib o'tmoqchiman. Ochiq operatsiyadan ham qo'rqish kerak emas. Ochiq operatsiyani hozir turlari ko'p. Ishlab turgan yurakda, sun'iy qon aylanish apparatida, oddiy kesma bilan, kichik kesma bilan hammasini o'z ko'rsatmalari bor. Har kuni yangi operatsiyalar, yangi ixtirolar kashf qilinmoqda. Maqsad sizlarga yordam berish, hayot sifatini yaxshilash. Operatsiyani maqsadi shu. Infarktni oldini olish. Chunki infarkt olgandan keyin yurakda travmatizatsiya bo'ladi, shikastlanadi, bemor nogiron bo'lib qoladi. Yurakning qisqarish kuchi kamayadi. Uni oldini olgan ancha foydali. Agar savollar yuzaga kelsa, to'g'ridan to'g'ri menga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn maslahatim bepul, tekshiruv natijalari bo'lsa Telegram, WhatsAppga yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.